qizlar bu modellar nima deyapti? Voshsha chiroyliman, meni qimmatga sot, maza qilasan deyaptimi? Mayli, bu shunaqa desa ham, biz sizlarni o'ylagan holatda arzon sotamiz. Shunaqa chiroyli modellarimizni Xitoyki, koreyskiy modellarimiz ham bor, orasida shunaqa asal bo'lgan. Hammasini rasvetkalar bilan qilganmiz. Setchini. Menda buni hamma joy yopiq, setkasiz variantlari bor edi. Juda ham zo'r krossovka. Oyog'inglar bor, maza qiladi bu krossovkani kiysa. Hozir bundoq qarab, qishkisini anaqasini yopiq variantini maza qilib kiygandim. Bunaqa setkalisdan ham olsammikin deb o'ylayapman-da. Chunki realni oyog'im maza qilgan kiyganda. Setkali krossovkalarimizning turlari ko'p. Undan tashqari hamma sevgan, o'g'il bola, qiz bola tanlamaydigan Adidas Samba krossovkamiz. Voy, necha puldan sotilyapti boshqa do'konlarda, bilasizlarmi? Bizda 99 ming.